Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan hamma qidiradigan, lekin juda kam odam sabr bilan amal qiladigan boylik formulasi haqida gaplashamiz. Keling, gapni bir qiziqarli tanlovdan boshlaylik. Tasavvur qiling, sizga ikkita yo'l taklif qilindi. Birinchisi, hozirning o'zida naqd 1 milliard so'm naqd pul olish. Ikkinchisi, bor yo'g'i 100 so'm olish. Lekin bu pul har kuni bir oy davomida 2 barobar ko'payib boradi. Qaysi birini tanlaysiz? Agar siz birinchi variantni tanlasangiz, tabriklayman. Sizda 1 milliard so'm bor. Lekin agar siz ikkinchi variantni, ya'ni o'sha ozgina 100 so'mning ko'payishini tanlasangiz, natija sizni shok holatiga tushirishi aniq. Diqqat qiling. 10-kuni sizda bor yo'g'i 51 ming so'm bo'ladi. 20-kuni 52 million so'm. Ammo 30-kunga kelib, sizning 100 so'mingiz 107 milliard so'mdan oshib ketadi. Bu sehr emas, bu matematika. Dunyoga mashhur fizik Albert Einstein buni bejizga dunyoning 8-mo'jizasi deb atamagan. U aytgan edi: kim buni tushunsa daromad oladi, kim tushunmasa to'laydi. Bugun biz Info-Qadamda boy bo'lishning eng katta siri, murakkab foiz haqida batafsil gaplashamiz. Xo'sh, murakkab foiz o'zi nima? Keling, uni oddiy foiz bilan solishtiramiz. Oddiy foizda siz faqat o'zingiz qo'ygan asosiy pulingizdan foyda olasiz. Masalan, 1 million so'm qo'ydingiz va u 100 ming so'm foyda keltirdi. Siz u 100 mingni olib ishlatib yubordingiz. Murakkab foizda esa siz o'sha foydani ishlatmaysiz. Aksincha, foydangizdan ham foyda olishda davom etasiz. Buni tasavvur qilish uchun qor to'pi effektini eslang. Siz kichik qor to'pini yasab, uni ulkan qorli tog' tepasidan pastga dumalatsangiz nima bo'ladi? U pastga tushguncha atrofdagi qorlarni o'ziga yopishtirib, har soniyada kattalashib boradi va oxirida ulkan massaga aylanadi. Pul ham xuddi shunday. Vaqt o'tishi bilan u o'z-o'zini ko'paytiruvchi ulkan mexanizmga aylanadi. Buning uchun sizga bor yo'g'i ikki narsa kerak: vaqt va sabr. Keling, bu nazariya hayotda qanday ishlashini tushunish uchun ikki do'st, Aziz va Sardor haqidagi haqiqiy misolni ko'raylik. Aziz 20 yoshida aqlli qaror qabul qildi. U har oy bor yo'g'i 500 ming so'mdan jamg'arib investitsiya qila boshladi. U buni 10 yil davomida qildi va 30 yoshida pul qo'yishni to'xtatdi. Jami 60 million so'm pul yig'di va u pulni shunchaki investitsiyada qoldirdi. Sardor esa yoshligida hali vaqt bor, o'ynab kulib qolay dedi va faqat 30 yoshiga kelib pul yig'ishni boshladi. U ham oyiga 500 ming so'mdan qo'shdi. Lekin u to 60 yoshigacha, ya'ni 30 yil davomida pul yig'di. Xo'sh, 60 yoshga yetganda kimning puli ko'p bo'ladi deb o'ylaysiz? Mantiqan 30 yil pul yig'gan Sardorniki ko'p bo'lish kerakdek, to'g'rimi? Yo'q. Aziz atiga 10 yil pul jamg'argan bo'lsa-da, vaqt omili tufayli uning boyligi Sardornikidan deyarli 2 barobar ko'p bo'ladi. Chunki Azizning puli murakkab foiz zanjiriga 10 yil oldin tushgan va u uzoqroq dumalagan. Bu misol bizga shuni ko'rsatadiki, investitsiyada qancha pul qo'yganingizdan ko'ra, qachon boshlaganingiz muhimroqdir. Agar bu shunchalik oson bo'lsa, nega atrofimizdagi hamma odamlar milliarder emas? Sababi inson psixologiyasi. Murakkab foizning eng katta dushmani bu bizning sabrsizligimiz. Murakkab foizning natijasi dastlabki yillarda deyarli ko'rinmaydi. U xuddi bambuk daraxtiga o'xshaydi. Bambuk urug'i ekilgandan keyin 4 yil davomida yer ustida hech narsa ko'rinmaydi. Lekin 5-yilda u atiga 6 hafta ichida 25 metrga o'sib ketadi. Ko'pchilik investitsiya boshlaydi. 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi. Qaraydiki, o'sish juda sekin. Bu foydasiz ekan deb pulini qaytarib oladi yoki yangi rusumdagi telefonga ishlatib yuboradi. Murakkab foiz o'zining haqiqiy portlovchi kuchini faqat 10, 15 yoki 20 yildan keyin ko'rsata boshlaydi. Bu sekin boy bo'lish san'atidir. Bizning miyamiz esa evolyutsion jihatdan tezkor natijani, bugungi lazzatni yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham irodali insonlargina bu poygada g'olib bo'lishadi. Boy bo'lish uchun qo'lingizda millionlab pul bo'lishi shart emas. Asosiysi tizim yaratish. Birinchidan, imkon qadar erta oshlang. Bugun investitsiya qilingan 10 ming so'm 5 yildan keyin investitsiya qilinadigan 100 ming so'mdan qadrliroq bo'lishi mumkin. Vaqt bu sizning eng asosiy kapitalingiz. Ikkinchidan, daromadni qayta investitsiya qiling. Olgan foizlaringizni darrov bayram qilib ishlatib yubormang. Ularni yana ishga soling. To'p kattalashsin.
Uchinchidan, inflyatsiyadan ehtiyot bo'ling. Pulingizni shunchaki yostiq ostida yoki oddiy sandiqda saqlash bu murakkab foizga qarshi ishlashdir. Chunki inflyatsiya pulingizni yeb qo'yadi. Pulingizni o'suvchi aktivlarda saqlang. Bu biznes bo'lishi mumkin. Aksiyalar, oltin yoki ko'chmas mulk. Pulingiz doim harakatda bo'lishi shart. Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, haqiqiy boylik bu ko'p pul topish emas. Bu pulni to'g'ri boshqarish va unga o'sishi uchun vaqt berishdir. Murakkab foiz sehri siz uchun ishlashini xohlaysizmi? Unday bo'lsa, bugun birinchi qadamni tashlang. Kichik bo'lsa ham jamg'arma boshlang. Pulingiz siz uchun hattoki uxlab yotganingizda ham ishlashni o'rgansin. Siz pul jamg'arasizmi? Murakkab foiz haqida avval eshitganmidingiz yoki bu siz uchun yangilik bo'ldimi? O'z fikringizni va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Biz ularni albatta o'qiymiz. Bu Info Qadam edi. Biz bilan qoling, chunki biz bilan faqat oldinga yurasiz. Obuna bo'ling va do'stlarga ulashish yodingizdan chiqmasin.